Tak, yana bitta proyektimiz xudo xohlasa o'z nihoyasiga yetib qoldi. Ozgina ishlari bor. Tak, ESP32 dev modul, Wi-Fi balobatlar o'sha. Xullas, nima bo'lyapti? Pribordan danni chiqarib olyapmiz. Hop, 485 preobrazователь. И displeyda IP adres ko'rinadi. Через browser kirsalaring bu yerga webga o'tadi. Web настройка. Hamma o'sha joyda hamma narsalari. И burada GSM передатчик, GPS, то есть subbazaga tashlab qo'yadi danlarni. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. Hop, ochganimizda brauzerga kiramiz IP adres bilan. Va bu yerda bizni mana bunaqa ko'rinish kutib oladi. Pribor, настройки, hozirgi holat ko'rinib turibdi. И bu yerda bir nechta priborlar ulasak bo'ladi. O'zgartirsak bo'ladi. Va настройки связи subbazaga hali buni ulab ko'rganim yo'q endi. GPS signal. Hozircha shu